voy voy oyog'ingizni qayerga yechibsiz? Oyijon, bu zaxku, tepaga yechmoqchi edim. Oyog'ingizni gilam ustiga emas, pastga yechib, yerga yechib chiqing. Mani uyim chekka yala bo'lib turishi kerak. Bu sizni musirka uyingiz emas. Ol bolam, ol. Menga qara. Xotiningni kecha choy ichayotganini ko'rdim-da. Saryog'ni uyib yeyapti. Uyib yesa 10 kunga yetadi. Qirib yesa 40 kunga yetadi. Shuni o'rgatib qo'ygan xotiningga. Endi ona bilasizmi o'zingizlik. Qoni ochib qolgandir-da. Adasi, keyin bo'ldik. Bo'ldi, hop. To'xta, qaqqa. O'zingiz choy tayyorlamaganingizga yarasha, namuncha o'g'limni shoshiltirasiz? Choyni ichib olsin. Oyijon, choy ichmayman devdilar-da. Vaqtliroq tayyorlansang, vaqtliroq tashlab kelaman. Ishga kech qolaman devdilar oyijon. Birinchidan, bizani erlarimiz hamchi, onamiz ham ketayotganda hech ham bizani mashinalarda tashlab ketmagan. Ikkinchidan, bu agar hozir ketib qolsa, pensiyamni kim olib beradi? O'zingiz ketavering. Oyizliga salomimni aytib qo'ying. Onasi, mana qara. Sen hozir magazinga chiqqanda oladigan narsani olib turgin. Mana shuni onam pensiyalarni shuni olib qaytib kelib seni uyga olib tashlaydi, xo'pmi? Adasi, oyijon jahllari chiqib ketadi-da. Ey, menga qara. Aytganimni qil. Xo'pmi? Oyimdan xafa bo'lma. Tushundingmi? Oyim xarakterlarini bilasan, xo'p onasi? Sen bo'lsa kim bo'l? Onalarimiz to'g'ri, kelinlik paytida qiynalgan bo'lishi mumkin. Kelinglar, shu joyda aqllilik qilib onalarimizdan tarbiya qilmaylik-da. Shunaqa paytda erkak sal aqlini ishlatib, tarozi pallasini bir xil ushlashni o'rganadi. Oilani tinchligini ushlab turish erkak kishiga bog'liq har doim. Maqvosiz, hozir supurdim mana shu yerda. Sen menga baqiryapsanmi? Baqiryapman. Ha, to'xtatdi. Ha, adasi, tashlab qoldingizmi? Shashab qoldim seni qo'ydim. Qarib qopsiz-da. Qarab qopsiz? Hozir tantanali chiqarmaysan. Xo'p, adasi, yaxshi. Bo'pti onasi. Ko'rishamiz, hop. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Onasi? Voy. Onasi? Tinchlikmi? Adasi, ishingizmi? Nima esimda bo'lishi kerak? Adasiz bo'lgan-ku bu. Voy, to'yimiz bugun esimdan chiqib ketibdi onajonisi. Bo'pti, hop. Keyininglar hammanglar bor aylantirib kelaman bo'lgan. Hop, onasi? Hop. Lekinchi onasi, senga rahmat. Yangi kuyovlik paytlarim esimga tushib ketib qoldi onasi. Onasi? Buni men yeb qo'ydim bor, shunligidan. Zo'r qilsam desam sana. Rahmat. Adam yoshsiz, rahmatga. Nimaga? Adam rahmatga ham oyim shunaqa erkakda tanladi. Astoriya deyapti. Yaxshi yer otidan keyingi oti rahmat bersin ekan. Erkak kishi tuproqdan yaralgan. Tuproqqa bag'rini qo'ysa, yengil tortarkan. Ayol kishi erkak kishini qo'lg'asidan yaralgan. Shunaqa ekan, ayol kishi erining yelkasiga boshini qo'yganda yengil tortadi. Ayol kishi quloq bilan sevadi, bilib qo'yinglar. Oyijon, ertaga birinchida oyim ko'rgan borib kelsam bo'ladimi? Nodira,